Kerakliklar. Yana sizlarni xursand qilib ijaraga dom topib qo'ydim. 5 dahasdan 34-domda, ikkinchi etajga joylashgan, hamma jihozlari bilan birgalikda. Ko'rib turibsizlar, bu oshxonasi. Hamma narsa absolutno yangi, poloslari ham yangi remontdan chiqqan. Bu tomonda xolodilniklari, shkaflari ham qo'yib qo'yilgan ekan balkonga. Balkoni 1,5 ga 6 metrli balkon. Yangi remontdan chiqqan, to'liq turibdi, hali ham kelib turibdi yangini. Bu tomonda vanna unitazlari alohida. Vanna emas ekan, dushovoy ekan. Ko'ryapsizlar, yaxshi remontdan chiqqan, kafillar qilib qo'yilgan. Bu tomonda unitazimiz. Alistonlar bor, yozda ham issiq suv bor. Davlat suviga qarab o'tirmaysizlar, issiq suviga. Qishda endi suv beriladi. Bu tomonda zalimiz. Zalimizga mebel divanlardan qo'yib qo'yishibdi. Yaxshi holatda remont qilib mana televizorlargacha qo'yib qo'yibdi. Menga tayyor shundoq kiyim olib yashayman degan tanishlarga bu videoni jo'natib qo'yish kerak. Tayyor uyimiz. Bu tomonda ko'chadan kirib kelish, bexo'shkasi. Bu tomonda mana shkaflar qilib kiyim yechishga joylar tayyorlab qo'yibdi. Bu tomonda spannisi. Pechkalari ham bor ekan. Spanni ham tayyor, yangi holatda, shkaflari tayyor holatda. Bu videoni menga tayyor uy kerak degan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Bu uyimizni ijara narxini $300 dedi egalari. Yana kelib gaplashib, savdolashib ko'rasizlar. Tez sotaman profildan keldim desangiz, kelishadi, savdolashib beramiz, ijaraga turishga kelishib olasizlar. Ijara uyimiz bu. Va bitta like bosib, qo'llab-quvvatlashga davom etinglar. Sizlarga esa ijara uylarida, ishlarda va sotiladigan uylarda, yerlarda ko'rsatishda davom etaman.